Hammaga biz emasam The Box loyihasini davom ettiramiz. Xo'p, VS Code'ni ochib olamiz. Xo'p, mana ochib oldik. Endi buni Open Live Server qilib turib, brauzerda ochib olishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, mana buni ham ochib oldik. Endi loyihani boshlayveramiz. Xo'p, bu joyni qilmay qo'yamiz, bu shart emas. Bu joyni keyin bu joylarni qolgan joylarni qilishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, emasam hashbar to'g'irlashimiz kerak ekan. Buning uchun pastdan Ctrl// qilamizda bunga hero deb nom beramiz kommentga. Keyin finish qilib qo'yamiz. Hop, nuqta qilamizda hero qilamiz. Heroni ichidagi h1 ga belgilaymiz. Hop, keyin bunga masalan margin top qilamiz minus 350 piksel. Hop, mana ko'rgan bo'lsak, teparoqqa chiqdi. Menimcha yaxshi bo'laveradi. Hop, bunga color black ekan, lekin biz rangimiz rasmimiz rangi sal qorroqda. Shuning uchun rasm qilib ko'ramiz makka yangi. Browse qilib ko'rik. Ko'rgan bo'lsak, gullar. Okeylar. Bundan 16 ga 9 yozib ko'ramiz hajmini. Hop, masalan, mana shu yerdan mana shu yerda olib ko'ramiz. Hop, meshgan 10 tugmasini bosib turib, copy image adresini bosishimiz kerak bo'ladi. Hop, keyin bu yerdan index.html fayldan hop image bu biz bu yerda heroni o'rniga Ctrl tashlab qo'yamiz. Ko'rgan bo'lsak, rasm yuklandi mana. Ko'rgan bo'lsak, endi ancha yaxshi. Hop, buni videosi sal 100% qilib ko'ramiz. Yo'q, ko'p bo'lmaydi ekan. 580 bo'lsin. Hop, bundan masalan berilgan bo'lishi kerak. Yo'q, bu yerda berilmagan ekan. Hop. Bu yerdan style beramiz demakam. Rasmni to'g'irlash kerak ekan. Bu yerdan margin left qilib turib minus 5 piksel beramiz. Hop, 5 pas cycle berib ko'ramiz. To'g'irlandi. Hop, bu joydan videosini 101 qilib ko'ramiz. 101 hop, nuqta qilamizda 2 qilib ko'ramiz. Hop, endi to'g'irlandi. 101 quraversam mayli. Masalan, buni hop bu joydan 7 qilib ko'ramiz. Endi menimcha yaxshi bo'ldi. Hop. Endi bu joydan font family beramiz. Hop, shuni berib ko'ramiz. Mana ancha chiroyli bo'ldi. Menimcha bir-biriga o'xshash juda. Hop, bunga endi font size berish kerak. Bunga RAM qilamiz. Juda ham ko'pga kattaga o'xshab ketib qoldi. Hop, endi rangini juda ham qora bo'lib qolgan. Shuning uchun color qilamizda. Katta rang qilib turib, sal rangroq qilib ko'ramiz. Hop, buni orasiga margin berib ko'ramiz. Yo'q, bo'lmadi. Gap berib ko'ramiz. Sal qorroq ham bo'lib turadi. Masalan, rangini sal rang to'g'ri kelyaptimi tushunmayman. Hop, mayli, ancha qora rang turaversin, mayli. Bunga margin left beramiz endi. Margin left 50 piksel qilamiz. Hop, menimcha endi bo'laveradi. Menimcha yaxshicha xunuk bas, mayli bo'laveradi. Hop. Endi bu jo'na qilishimiz kerak bo'ladi. Hop, ikki yozamiz endi HTML fayldan. Hop, buni ichiga div ochamiz. Kelinglar bunga section nom beramiz. Buni ichiga endi
/1 yozamizki, or repetition qilib yozamiz. Xo'p, endi buni ichiga bitta div yozamiz. Divni ko'paytiramiz 3 ta qilib. Xo'p, birinchisiga yozamizki, xo'p, best service qilamiz. Xo'p, buni ichiga keyin p tegidan xo'p 10 ta loremni 10 ta so'z qilamiz. Ko'rgan bo'lsak, mana bu yerda chiqdi. Xo'p, in degan joyda men aytdim. Xo'p, mana shu yerdan baraber ko'ramiz. Tagma-tag tushdi. Endi bunisini yozishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, ikkinchisiga shunday qilamizda, xo'p, buni shunday kopiya qilamiz. Ctrl+C qilamiz, buni ustiga ham Ctrl+V qilamiz. Bunga qiymas qilamiz. Keyin uchinchisiga bunga ham Ctrl+V qilib tashlaymiz. Designate qilamiz. Xo'p, endi format dokument qilamiz, sal chiroyliroq formatga keltiramiz. Ko'rgan bo'lsak, mana hammasi tushdi. Buni endi alohida divga olishimiz kerak. Bitta div qilamiz, bunisiga tashlaymiz ularni. Xo'p, endi sal pastroqqa tushirishimiz kerak. Pastdan section deb yozamiz. Keyin finish qilib yozib qo'yamiz. Xo'p, bunisiga section. Xo'p, margin top qilamiz. 50 piksel. Mana 50 juda kam. Xo'p, 200 piksel qilamiz. Xo'p, mana endi tushdi. Sal pastroqqa tushirishimiz kerak yana. 250 manimcha bo'ladi. Xo'p, endi bu yerda div bor edi. Shu divga ham class beramiz. Buni olib turib, nomini 2 qilib qo'yamiz. Keyin pastroqqa tushib turib, nuqta qilib turib, 2 qilamiz. Ichiga display flex qilamiz. Ularning barchasi bitta qatorga keladi. Xo'p, endi bu yerdan text allegiance center deb yozamiz. Bular negadir kelmadi. Mayli, bunga ham yozamiz. Bunga ham text allegiance center qilamiz. Mayli. Xo'p, bunga margin left 300 piksel qilamiz yoki 350 qilib ko'ramiz. Xo'p, endi menimcha to'g'ri bo'ldi. Buni orasiga gap beramiz. 20 piksel. Mana orasi ochildi. Bunga 40 bersak ham bo'laveradi. Yo'q, ko'proq ekan. 81 ko'ramiz. Xo'p, menimcha endi bo'ladi. Buni 350 edi, 300 qilib ko'ramiz endi. Xo'p, menimcha endi bo'ldi. Xo'p, endi bunga pastroqqa tushiramiz. Ya'ni margin top 20 piksel qilamiz. Mana tushdi endi. Buni sal pastroqqa tushirish kerak menimcha endi. Xo'p, endi shunisi yetadi, pastroqqa tushgani. Endi bularga divlarga nom berib chiqamiz. Xo'p, altda bosib turamiz. Har bir divlarda boshlanishiga yozamizki, class beramiz. Bunga
D qilib qo'yamizda. Qoidaga olib chiqamiz. Bunga D1, bunga D2, bunisiga D3 qilamiz. Endi bo'ldi. Demak, nuqta qilamiz D1. Xo'p, buni ichiga border beramiz. 1 piksel solid. Gray qilamiz. Yuborgan bo'lsak, endi bunda ham bunga o'xshash chegara paydo bo'ldi. Xo'p, bunga xo'p, padding top beramiz. Padding top 50 piksel yoki padding top bermaymiz. Yoki padding berib ko'ramiz. Padding 10 piksel, 20 piksel. Xo'p, bunda qanday ekan? Menimcha videosi sal kamroq edi. Xo'p, endi bo'ldi. Endi bunga border radius beramiz. Border radiusga 10 piksel berib ko'ramiz. Ko'rgan bo'lsak, endi sal chiroyliroq bo'ldi. Xo'p, qolganlariga ham shunday qilib chiqamiz. Masalan, mana shuni D1 bo'layotgan bo'lsa, shuni belgilaymizda. Alt Shift bosib turib, pastga qistirilgan bo'lsamiz, 3 ta qildik. Endi bunga D2, D3 qilamiz. Xo'p, mana endi 3 ta bo'ldi hammasi. Xo'p. Buni ichida endi shuni mashlarni o'ylamoqdan bularni har bittasini to'riga olib chiqamiz. Xo'p, mana endi bo'ldi. Endi bularni har bittasini surishimiz kerak. Xo'p. Buni o'ziga nuqta qilamiz. Section buni ichiga H1 ga margin right 10 piksel berib ko'ramiz. Nega ishlamadi? Xo'p, mayli, emasam har bittasini o'ziga berib qo'yamiz. Nuqta D1 ichidagi H4 Xo'p, emasam uni H4 qilamiz. Xo'p, margin right 20 piksel qilamiz. Xo'p, jini surildi. Endi buni 100 qilib ko'ramiz. Xo'p, mana endi ancha to'g'rilandi. Bularga endi font size beramiz. Font size'ga 2 rem qilamiz. Yo'q. Buni 2 xil qilib ko'ramiz. Xo'p, endi ancha yaxshiroq bo'ldi. Kelinglar shuni emasam H3
qilib ko'ramiz. Men ko'rgan bo'lsak, endi ancha yaxshi bo'ldi. Xo'p, bularga endi font family beramiz. Ya'ni umumiy mashq o'ziga font family shuni beramiz. Xo'p. Negadir bular o'zgarmadi. Xo'p, endi unday bo'lsa, kompressiya qilamiz. Bularga ham qo'yib qo'yamiz. Mayli, bunga shartimiz menimcha. Bunga ham berib ko'ramiz. Mayli, nuqta qilamiz. Bunchalik H1ga endi buni o'zi to'g'rilandi. Xo'p, menimcha endi sal ko'payib ketgan. Menimcha 200 qilib ko'ramiz buni. 190 qilamiz. Xo'p, menimcha endi ancha to'g'ri bo'ldi. Buni bunday olamiz. Qilamiz. Buni ichidagi plarga berib qo'yamiz. Manager right qilamiz. Bunga 20 piksel beramiz. Menimcha endi ancha to'g'ri bo'ldi. Endi ishlaydi. Buni yopamiz bu joyda. Endi bu joyda tepaga ko'rgan bo'lsak, ikonlar bor. Bizda esa yo'q. Endi ularni qo'yib chiqamiz. Buning uchun biz box icon quvonasiga kirishimiz kerak bo'ladi. Buradan tekinga iconlar olsak bo'ladi. Xo'p. Bizga birinchi bu icon kerak ekan. Bu yerga free icon kiramiz bu yerga. Xo'p. Bu yerga support deb yozamiz. Bo'lmadi. Masalan, servis qilib ko'ramiz. Kelar shu iconni olaveramiz desam. Xo'p. Rangi sal sariqroq edi. Xo'p, shuni olamiz endi. Animatsiya kerak biz. Desam kopiya qilamiz. Xo'p. Birinchi mana shu div 1ga qo'yamiz. Mana ko'rgan bo'lsak, mana iconimiz chiqdi. Juda kichkina ekan. Shuni 40 qilib ko'ramiz. Ko'rgan bo'lsak, sal endi kattaroq bo'ldi. Xo'p, endi buni qo'ldan to'g'rilaymiz. Buni shuni kopiya qilamiz boshdan. Qolgan divlarga tashlab qo'yib chiqamiz. Xo'p, endi ularni barchasini bu tarafga surishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, unday bo'lsa, yozamiz bu yerga nuqta. Shuni yozamiz. Buni ichidagi SVG'larga buyruq beramiz. Margin right 50 piksel. Xo'p, endi ancha to'g'ri bo'ldi. Xo'p, menimcha endi shu joyi to'g'rilandi menimcha. Hozirga bu joy bo'laveradi, ishmasam yaxshi. Xo'p, endi qolgan bu joyni qilishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, ZBox loyihasining 3-qismi tugadi. Qolgan bu joy va qolgan bu qismlarni keyingi darslarda qilamiz. Ko'rishguncha.